Tasavvur qiling, bir kun uyg'onasiz va o'zingizni ulkan hasharotga aylangan holda ko'rasiz. Yoki siz hech qanday jinoyat qilmagansiz va sirli sud sizni aybdor deb topyapti. Bu oddiy fantastika emas. Bu Fransiz Kafka dunyosi. Bugun siz bilan 40 yil yashagan, lekin butun insoniyat tafakkurini o'zgartirgan yozuvchining hayot yo'lini boshidan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Kafka 1883-yil 3-iyulda hozirgi Pergu shahrida tug'ilgan. U yahudiy savdogar oilasida tug'iladi. Otasi Herman Kafka juda qattiqqo'l, baland ovozli va hukmron xarakterga ega. Onasi esa sokin va ma'rifatli ayol bo'lgan. Kafka otasidan qo'rqardi va u keyinchalik shunday yozadi: "Otamning yonida o'zimni hech narsaga arzimasdek his qilardim." Kafka otasiga yuzlab xatlar yozadi, lekin bu maktublar hech qachon otasiga yetib bormagan. Bolaligida u o'zini juda yolg'iz his qilgan. Ikki ukasi yoshligida vafot etgan. Bu esa unda hayotning barqarorligi haqida chuqur qo'rquvni shakllantirgan. Ammo 1901-yilga kelib Kafka Charles universitetiga o'qishga kiradi. U huquqshunoslikni tanlaydi. Universitetda u hayotidagi eng muhim insonlardan biri, ya'ni eng yaqin do'sti Max Brod bilan tanishadi. Max Brod unga ishongan, uni doim qo'llab-quvvatlagan. Kafka esa o'ziga umuman ishonmagan, o'zini ich-ichidan zaif deb biladigan odam bo'lgan. Kafka kundaliklarida o'zini zaif, qo'rqoq, noloyiq deb atagan. Shu davrlardan boshlab u tunlar yozishni boshlaydi. Kunduzi talaba, kechasi esa ichki azob bilan kurashayotgan yozuvchi. Kafka universitetni 1906-yilga kelib tamomlaydi. U o'sha yiliyoq o'ziga ish qidiradi va ish topadi. Kafka sug'urta idorasida ishlashni boshlaydi. Ishi juda ham og'ir, zerikarli va byurokratik edi. Aynan shu davrlarda u o'zining eng mashhur asarlarini yozadi: Evrilish, Sud, Qal'a. Kafka asarlaridagi asosiy mavzular insonning yolg'izligi, tushunarsiz va shafqatsiz tizim, byurokratik zulm, aybsiz aybdorlik hissi, ma'nosiz qo'rquv. Asarlarida shularni juda ham ko'p aytib o'tgani uchun Kafkacha qarash degan atama paydo bo'lgan. Bu tushunarsiz, bosimli va absurd vaziyat degan ma'nolarni anglatadi. Kafka umrining ko'p qismini sevgi izlab o'tkazgan, lekin hech qachon uylanmagan va u bir necha bor uylashtirilgan, ammo har safar to'yini bekor qilgan. Sababi o'zini umuman oilaga loyiq deb bilmagan. 1910-yilga kelib Kafka sil, ya'ni tuberkulyoz kasalligiga chalinadi. Bu kasallik o'sha davrlarda deyarli davolanmas edi. U o'zining so'nggi yillarini sanatoriyalarda o'tkazadi, asosan Viyana va Berlin atrofida yashaydi. Kasallik tufayli u hatto ovqat yeya olmay qoladi, ovozi chiqmaydi. Ichidagi jimlik endi uning tanasiga ko'chgandi. Fransiz Kafka 1924-yil 3-iyunda hayotdan ko'z yumadi. Eng hayratlisi shundaki, u o'limidan oldin barcha qo'lyozmalarini yoqib yuborishini o'z do'stiga vasiyat qilgan, ammo do'sti Max Brod uning vasiyatini bajarmaydi. Agar u bajarganda biz bugun Kafka degan dahoni bilmasdik.